Biz inson saodatga yetishligi uchun qaysi sabablarni qoyim qilishligi kerak? Biz Alloh bizga bildirganicha buni bahs qilyapmiz. Bugungi mavzuyimiz asalni ol, idishini sindirma. Bugungi darsimiz muloyimlik haqida. Bugungi darsimiz muloyimlik haqidaki, bu sifat bora-bora odamlarda ko'tarilib ketyapti. 17-sabab asalni ol, idishni sindirma. Muloyim bo'l. Yumshoq muomalali bo'l. Qo'pol dag'al bo'lma. Hadisda aytiladi, mo'min kishi pokiza narsani yeb, pokiza narsa qo'yadigan va biron shoxga qo'nsa, uni sindirmaydigan asalariga o'xshaydi deyilgan. Asallarni ko'rgansizlar. Gulga shunday uchib keladida, shu bir nozik xilqatli bo'lgan baklari napi